Farishtalar kirmaydigan 9 xonadon. Har bir musulmonning orzusi uyi tinch, farzandlari sog', rizqi barakali bo'lishidir. Ammo bilamizki, baraka va osoyishtalik Allohning rahmati bilan bo'ladi. Allohning rahmati esa farishtalar orqali kelib turadi. Farishtalar Allohning nurdan yaratgan pok bandalari bo'lib, ular Alloh buyurgan ishlarni ado etadi. Ular zikr aytilgan, Qur'on o'qiladigan, pokiza joylarga kiradi. Ammo ba'zi uylar borki, farishtalar bu uylarga kirmaydi. Nima uchun? Chunki bu joylarda gunoh, zulmat va Allohga qarshi ishlar sodir bo'ladi. Farishtalar nur bilan keladi, gunoh esa zulmatdir. Nur zulmatga toqat qila olmaydi. Bugungi kunda janjal, hasad yoki mol-dunyo sabab aka-uka, opa-singil, hatto farzand va ota-onaning orasi buzilib ketayotganini ko'ryapmiz. Bunday uylarda Allohning rahmati tortilib, baraka yo'qoladi. Farishtalar esa o'zaro adovat, kina-gina bo'lgan joyda istiqomat qilmaydi. Farishtalar kirmaydigan xonadonning birinchisi qarindoshlik aloqalarini kesganlarning uyi. Alloh taolo insonni yolg'iz emas, nasl, qarindoshlik va mehr rishtalari bilan yaratgan. Bu rishtalar faqat qon bilan emas, rahmat bilan bog'langan. Kim bu aloqani uzsa, u aslida Alloh ato etgan rahmat zanjirini uzgan bo'ladi. Farishtalar kirmaydigan xonadonning ikkinchisi ota-onasiga itoat qilmaganlarni, oq bo'lganlarning uyi. Alloh taolo o'ziga itoatdan keyingi o'rinda ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Ota-ona farzand uchun dunyodagi eng buyuk ne'matdir. Ularning duosi bilan uyda baraka, tinchlik va rahmat bo'ladi. Ammo kim ota-onasini ranjitsa, ularga itoatsizlik qilsa, u Allohning g'azabini qo'zg'aydi. Ota-ona roziligidan mahrum uyda farishtalar turmaydi, baraka ketadi. Shuning uchun har bir farzand ota-onasining roziligini olishga intilsin, chunki ularning duosi bilan uy jannat makoniga aylanadi. Farishtalar kirmaydigan xonadonning uchinchisi foiz yeganlarning uyi, ya'ni kredit beradigan bankchilarning uyi. Foiz, ya'ni ribo Alloh taolo qat'iyan harom qilgan eng og'ir gunohlardan biridir. Foiz bilan topilgan mol tashqaridan ko'p ko'rinsa ham, u barakasiz bo'ladi. Bunday uyda tinchlik yo'q, chunki u yerda Allohning roziligi emas, g'azabi turadi. Halol mehnat bilan topilgan ozgina rizq foizli boylikdan afzal, chunki halol rizq bilan kirgan farishtalar rahmat olib kiradi. Farishtalar kirmaydigan xonadonning to'rtinchisi ichida it saqlagan uy. Bu hadis itni yomonlash uchun emas, uy pokligini va farishtalar kiradigan muhitni asrash uchundir. Farishtalar nurdan yaratilgan pok mavjudotlar. Ular najosat, shovqin va betartib joyga kirmaydi. It esa ayniqsa uy ichida saqlansa ruhiy va jismoniy poklikni buzadi. Shuning uchun farishtalar bunday uyni tark etadi. Zarurat bo'lsa, masalan, qo'riqlash yoki ov uchun tashqarida saqlash joiz. Ammo musulmonning uyi rahmat va zikr maskani bo'lishi kerak. Farishtalar kirmaydigan xonadonning beshinchisi Alloh zikr qilinmaydigan uy. Bugungi kunda ko'plab uylarda Qur'on o'rnini televizor, zikr o'rnini shovqin va g'iybat egallagan. Natijada osoyishtalik yo'q, sababsiz janjal va bezovtalik ko'paygan. Zikr qalblarga nur, uylarga esa baraka olib kiradi. Allohning nomi tilga olinadigan joyga farishtalar kiradi, shaytonlar esa qochadi. Allohni zikr qiluvchi va zikr qilmaydigan kishi xuddi o'lik va tirik kishiga o'xshatilgan. Har bir mu'minning uyi Qur'on ovozi, salovat, istig'for va duolar bilan to'lsin. Ana shunda uyingiz jannatning bir bo'lagiga aylanadi. Farishtalar kirmaydigan xonadonning oltinchisi ichida sahobalar so'kiladigan uy. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari islomning ustunlari, dinimiz bizgacha yetib kelishiga sabab bo'lgan eng fazilatli insonlardir. Sahobalarsiz din yo'q. Sahobalar haqida yomon so'z yuritilgan uyda rahmat farishtalari turmaydi. Chunki u joyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yaqinlariga hurmatsizlik qilinmoqda. Kim ularni hurmat qilsa, Alloh uni ularga yaqin qiladi. Sahobalarni duo bilan eslagan, ularni yo'lidan yurishga harakat qilgan uy esa nurli va barakali makon bo'ladi. Farishtalar kirmaydigan xonadonning yettinchisi rasm, surat, haykal bo'lgan uy. Bu hadis inson yoki jonivorlarning haykali tirik mavjudotlar surati yoki devorga osilgan tasvirlar haqida.
Bunday narsalar islom tarixida shirkni boshlanishiga sabab bo'lgan. Avval hurmat sifatida qo'yilgan haykallar keyinchalik sig'inish vositasiga aylangan. Farishtalar esa poklik, ibodat va Alloh zikri bo'lgan joyga kiradi. Ammo surat va haykal bilan to'lgan joydan uzoqlashadi. Uy pok va farishtalar kiradigan joy bo'lishi kerak. Surat va haykal butparastlikka o'xshaydi. Shuning uchun ularni uyda bezak sifatida saqlash man etilgan. Farishtalar kirmaydigan xonadonning 8-si. Musiqa, qo'shiq qo'yilgan uy. Bugungi kunda ko'plab uylarda Qur'on o'rnini qo'shiqlar, zikr o'rnini esa musiqa egallab olgan. Bu esa qalblarni g'aflat va gunohga olib kiradi. Musiqa ruhni tinchlantirmaydi, balki qalbni qoraytiradi. Farishtalar ketadi, shaytonlar kiradi. Allohning zikri o'rnini musiqa bosgan joyda baraka va osoyishtalik yo'q. Mo'minning uyi Qur'on, duolar va salovat bilan to'lsin. Musiqa va g'aflat ovozlari bilan emas. Shunda farishtalar kiradi, uyingiz nurga to'ladi, qalblar orom oladi. Farishtalar kirmaydigan xonadonning 9-si. Aroq ichilgan, qimor o'ynalgan uy. Bunday uyda gunohlar ochiq-oydin sodir etiladi. Allohning amrlariga e'tibor berilmaydi. Aroq haromlarning onasi, u aqlni o'chiradi, hayo va iymonni yo'qotadi. Qimor esa molni isrof qilib dushmanlik va adovatni keltiradi. Bu uylardan farishtalar ozorlanib qochadilar. Baraka ketadi, tinchlik yo'qoladi. Jin shaytonlar esa bu yerni o'zlariga makon qilib bemalol istiqomat qiladilar. Shaytonlar ko'p bo'lgan yerda urush, janjal, ko'ngilsizlik, fisq, fasod ko'p bo'ladi. Kim uyini Qur'on, duolar, salovat va ezgulik bilan to'ldirsa, o'sha xonadon nurga to'lgan, farishtalar kiradigan uy bo'ladi. Ammo kimning uyida gunoh, g'iybat, musiqa, aroq, adovat yoki beparvolik hukm sursa, u yerda rahmat emas, balo va bezovtalik bo'ladi. Shuning uchun har bir mo'min o'z uyini jannatga o'xshash makon qilishga intilsin. Zikri bilan, Qur'on bilan, muhabbat va poklik bilan. Ana shunda Allohning rahmati tushadi. Farishtalar kiradi, baraka va osoyishtalik barqaror bo'ladi.